We master trade. Assalomu alaykum, ismim Shohrux. Vmaster Trade kompaniyasida mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi O'zbekistondagi rahbariman. Sizni menimcha ikkinchi payoutingiz bu, to'g'rimi? Shu ikkinchi payoutingiz bo'yicha ozgina savollarimiz bor edi va undan oldin keling yaqindan tanishib olsak. Ismingiz nima? Qayerdansiz? Yoshingiz nechida? İsmim Robin. Yoshim 25'te. Toshkent shahridaman. Hozirda yosh treyderman. Juda ham yaxshi. Bu trading sohasiga qanday qilib kirib kelgansiz? Trading sohasiga 1 yil bo'ldi kirganimga. Mhm. Qiziqishim o'zim ukamdan o'rganib, o'zim moliyaviy erkin bo'lish niyatida va farzandlarimga o'zim kelajagimda investitsiya kiritish maqsadida kiritilgan. Demak, asosiy sabablardan biri bu ukangiz bo'lgan, to'g'rimi? Ukangiz o'rgatgan. Juda ham yaxshi. Trading hozirda asosiy ish manbayimi sizga? Pul keladigan manbai asosiy trading, to'g'rimi? Yoki boshqa ish ham qilasizmi? O'zimni kasb yo'nalishim bor, lekin hozir yosh bolali tarbiyasida bo'lganim uchun uydaman, trading bilan shug'ullanaman. Juda ham zo'r. Bizning, ya'ni Vmaster Trade kompaniyasi haqida birinchi bo'lib kimdan eshitdingiz yoki biror bir reklamada ko'rdingizmi? Instagramda Yorqin degan bolani sahifasida ko'rib qolganman. Mhm. U bilan Telegram guruhlarga Dilfuza, Saodat deganlar yordam berishgan, ruxsat olishimga. Juda ham zo'r. Keling endi sizni strategiyangizga to'xtalib o'tsak, ya'ni siz asosiy foydaga olib kelgan qimmatli strategiyangizni biz bilan ulashsangiz va buning uchun MetaTrader yoki TradingView ilovasini ochsangiz yaxshi bo'lardi. Bu bizni akkaunt, bizdan berilgan hisob. Aha. Asosan tillada ishlar ekansiz, a? Asosan tili. Mhm. Katta Bizga aha. time frame'da analiz qilib ishlayman. Asosan day trade qilaman. Mhm. Klassika, yana ikkita strategiyalardan foydalanaman, lekin ko'pincha trend liniya bilan ishlayman. Mhm. Asosan klassik ekani. Hozirda dolzarb bo'lgan strategiyalar, ya'ni SNR, ICT shulardan ham foydalanasizmi? Ko'pincha SNR zonalaridan harakat qilib ko'raman kirishga, savdoga. Lekin ko'pincha shu klassika va patternlardan foydalanaman. Juda ham yaxshi. Keling endi 10-iyuldagi savdolaringizga to'xtalib o'tsak va bu yerda asosan foyda olib kelgan savdolaringiz 5 va undan ortiq bo'lgan. Mana shu savdolarda qanday qilib analiz qilgansiz va tasdiq zonalari nima uchun stop loss o'sha belgilangan joyda qo'yilgan yoki take profit nimaga aynan o'sha joyda qo'yilgan, shularni ko'rib o'tsak. Asosan H4 time frame'da tasdiq olaman Mhm. va M5 time frame'da kirish qilaman. M5 time frame'da liniyamni ochaman hozir. 2 kundan beri savdoda yo'qman, chunki range'da bozor Mhm. bitta joyda yuribdi. 2 kun oldingi savdoyim mana shu yerda bo'lib o'tgan edi. Ya'ni Mhm. trend liniyani H4 time frame'da chizgan bo'lganman Mhm. va M5 time frame'da trend liniyagacha skalp qilishga harakat qilganman, ya'ni buyga harakat qilganman trend liniyagacha. Keyin trend liniyaga kelgandan keyin pozitsiyamni o'zgartirganman, ya'ni sellga. Va mana bu yerda ko'rsangiz tasdiq olgan M5 time frame'da yorib o'tgan pastga. Ma'lum bir сделкalarimni yopganman, save qilganman va bu yerdan yana kirishga harakat qilganman. Stop loss'im bo'lsa shundan tepasiga joylashtirilgan. Take profitimni kun oxiriga сделкalarimni ushlashga harakat qilganman va o'zi mo'ljallagan o'sha taxmin qilgan joyimga kelib bergan. Juda ham yaxshi va keyingi savdolar 13-iyulda bo'lgan. Adashmasam bu ham tillada bo'lgan va soat
to'rtlar atrofida yoki 5 atrofida bo'lgan. Bunda ham 4 ta сделка ochgansiz va asosan lotlarni bir xil ochar ekansiz. 0.05 lotdan ochar Ha, ekansiz. kichikroq risk qilishga, kichikroq risk qilishga harakat qilaman. O'sha kun bo'yi ushlab turganim hisobiga, uzoqroq Mhm. muddat ushlashga harakat qilaman zotlarni. Day trade qilganim uchun ham shu selektsiyada bo'lganman. Trend liniyani to yorib o'tmaguncha bayga ishlashga sal skalp qilganman, lekin asosan selga ishlashga harakat qilganman. Hmm. Trend Bunda stop bo'ylab lossni qanday belgilagansiz? stop lossim ham uzoqroq qo'yiladi. Endi take profit ham uzoqroq kutganim hisobiga stop lossni ham uzoqroq qo'yaman. Kun davomida сделкalarimni ushlab turishga harakat qilaman. Stop lossi trend liniyani tepasiga, ya'ni katta time frame'da bo'lgani uchun bir 3 ga 1 yokida shunaqa 2 ga 1 qo'yishga harakat qilaman stop loss take profitni. Juda ham yaxshi. Va o'zingizni talabingiz bo'yicha qaysi savdolarni analiz qilib bergan bo'lardingiz? Yana strategiyangiz yaxshi ishlab bergan kunlarda. Strategiyam yaxshi ishlab bergan kun va o'zimni esimda qolgan kun Mhm. H1 time frame'da analiz qilingan, ya'ni bir kun oldin analiz qilganman va bir kun bu setapni kutganman. Mana mana shu yerda bo'lgandi. Trend liniyani bir kun oldin H1 Mhm. time trend liniyani yorib o'tgan va breakout qilgan, retest man mana shu yerda buy pozitsiyalarini ochganman va kun davomida ushlab turganman. Mhm. Ya'ni Demak, birinchi take tasdiqni profitim olgan. trend liniyagacha bo'lgan. Aha. Bir kun oldin olgan bo'lgan va ertasi kuni man savdoga kirganman. Mana men bitta ko'rsatib o'taman hozir. Mana buy pozitsiyalarni kun davomida kichkina riskda ushlab turganman va menga juda ham katta foyda olib kelgan. 3% foyda olib kelgan. Juda ham zo'r. Bu oddiy klassika, ya'ni trend liniya analizlari, to'g'rimi? Hech qanday bir olamshumul strategiya yo'q ekan. Juda ham zo'r. MetaTrader ilovasini yopishingiz mumkin. Keyingi savollar psixologiya va Vmaster Trade'ga oid bo'ladi. Asosan tillada ishlar ekansiz. Bilasiz, tillada volatilность baland bo'ladi, bozor bir xilga payt tez yuradi. Shunda risk consistency va profit consistency qoidalari bor. Vmaster Trade'da bilsangiz, mana shu qoidalar bilan qanchalik tanishsiz va sizga qo'l kelyaptimi bu qoidalar? Manimcha hamma treyderlar ham amal qilsa, o'zi real balansda ham amal qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki bozorda har doim har kuni vaziyat bo'lmaydi, yaxshi vaziyat. Bir kun stop loss, bir kun take profit, riskga kichkina qilib uzoq muddat kutish mani o'zimni asosiy strategiyam. Yangi kirib kelayotgan treyderlarga qanday maslahat berasiz? Va aynan ko'p treyderlar shu qoidalarni buzishadi va sabrli bo'lish uchun biror narsa kitob o'qish kerakmi yoki video kuzatish kerakmi? Qanday maslahatlar berasiz? Asosiy riskga amal qilishsa, menimcha psixologiya ham joyida bo'ladi. Ham o'sha beradigan balans ham bo'lishi kerak. Shuning uchun men profitlarni tanlaganman. Juda ham zo'r. Va psixologiyaga to'xtalib o'tganimizda sizda ham yo'qotilgan kunlar bo'lgan, ya'ni stop losslar urilgan kunlar va o'sha paytlarda qanday hissiyotlarni his etasiz? Emotsiyaga berilgan paytingiz bo'ladi. Minus bo'ldi, yana srazu savdoga kirish kerakmi yo ozgina sabr qilish kerakmi? Bunaqasi ham bor. Aytganimdek, bir kunda yoki bir yoki 2 marta vaziyat beradi. Kirishga, savdoga kirishga, lekin menimcha sabr qilib kutish kerak. Bitta stopdan keyin boshqa entrini kutishga menimcha ozgina sabr qilish kerak. Juda ham yaxshi. Mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi bizda mavjud. O'zbek adminlari, o'zbek operatorlari o'tiradi va ular siz bilan muntazam aloqada bo'lishadi, so'rovlaringizga javob berishadi va ana shu tizimni 10 ballik shkalada qanchalik baholaysiz? 10 ball bergan bo'lardim, chunki o'zim unaqa yozsam ham doim javob berishadi vaqtida. Kechasi yozsam ham javob berishgan. Endi approve hisoblarni nimasi bo'ladi?
qoidalarni o'qib chiqish kerak, tushunish kerak. Bizga doim savol bersak, doim biz uchun alohida chatlar ham uyushtirishgan, doim javob berishadi. To'g'ri. Judayam yaxshi. Agar mana shu o'rinda qisqacha marketing desak ham bo'ladi. Agar o'zingizni kursingiz, guruhingiz yoki bir kanalingiz bo'lsa, o'zingiz fikrlaringizni bo'lishayotgan, aytib o'tishingiz mumkin. O'zim sanaqa signal ham bermayman, dars ham bermayman, yakka treyderman desam ham bo'ladi. O'zim yakka savdo qilaman. Judayam yaxshi. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Keyingi savdolaringizga omad. Rahmat sizlarga ham kattakon. We master trade.